Trendga chiqqan morojeni nimadan qilib ko'rmoqchiman. Qovunni morozilkadan oldim. Qotib yotibdi. Sut, sug'ushoni molokoni ochganman, non bilan yeganman. Sutni ochish kerak. Короче, sutni ochib idishga soldim. Bundoq qilib 2 qoshiq. Bundan. Shuncha yetar. Ko'p bo'lib ketaman degan umiddaman, bilmadim. Короче, hozir ko'ramiz. Bilmayman, sizlar ko'ryaptimi mana. Qo'yib ketdi. Hozircha mana bunaqa bo'ldi. Короче, videoda ko'rganimdaqa oson emas ekan, qiyin ekan. Kaloriya ichini bo'lar ekan. Shunga yarasha mazali chiqarmikan. Muzladi qo'lim. Muzqaymoq tayyorlayman deb qo'lim muzqaymoq bo'lib qolmasa bo'ldi. Hali yana o'zimcha shaftoli bilan mango olib kelganman. Undan ham qilib ko'raman deb. Qovun katta narsa qilish qiyin bo'lyapti bunda mana. Hozircha mana bunaqa bo'ldi. Morojeni yeyman deb endi. O qo'lim. Bu qo'lim muzladi, buni sog'rib qoldi. Menimcha даже mazali chiqsa ham buncha ketgan mehnatga qiynalib tayyorlashga arzimaydi. O yemasdan turib yegim kelmay qoldi. Короче, mana shunaqa tayyor bo'ldi. Tam yaxshi. Rostdan. Yana ham qirish kerak ekan. Bo'ladi. Yaxshi. Yana ham ko'proq qirish kerak, yana ham ko'proq vaqt ketar ekan. To'g'riroq. Lekin menimcha muzlatgichga solmasdan turib, uni o'zini hammasini короче birga aralashtirib, keyin muzlatgichga tayyor holda tiqib yesa menimcha yaxshiroq. Bunda o'zini qiynab, bitta qo'li muzlab, yana bittasi og'rib ketib, yo. Normal. Vau deydigan narsa emas. Lekin mango bilan shaftolidan ham qilib ko'raman. Ularni ham kesaman deb morozilkaga qo'yib qo'yaman. Qilib ko'raman. Короче, endi bu qovunni nima qilaman bilmayman. Vau deydigan chiqmadi, to'g'risi bilmadim kimga qanaqa. 10 balldan menimcha 5. Даже 8 ga ham 7 ga emas. 10 balldan 5 bo'lsa kerak. Meni fikrim shunaqa.